Avliya Azam Sonukonning Jungodagi birinchi numurliq IP bo'lishidiki, ya'ni obraz pul topadigan marka bo'lib qolishidiki, buning o'rni zot qanchalik yuqori. Nojaning bu ikkinchi bilim kinosi ajoyib qizidi. Shunam voy belat kirimli karton film jihati birinchi rungodagi u bu deb ko'mganlar qanmidi bo'lgan dag'du qo'zg'ab endi mushundaq dag'du qo'zg'an hammalarni yaxshi ko'rgan kinoning o'zida oxirida bu yerga oltin to'qliq ko'rsat dinxay shundan chiqqanki butun kishilarning diqqat nazari ma'ni qilib bu digizbatdi. O neçildi yaxshilangan bichar noja obinglar bichat qarilib qoldi. Mana bir tal gursini chiqishinglar. Chunki bu gurja Avliya Azamning obrazi. Endi kino qarasaqmi shuncha yomon bu yerga noja obing to'ttingizning aydarshay 100 ming dengiz osti alvasti birlashib bu gürzini aran injiqlab yurib ustiga chiqdi. Biroq endi Avliya Azam Sunukun qarasaq buni qo'lida ushaq qo'ldagimda o'ynab yuribotdi. Endi yana o'sha vaqtimizda nojalarni eliqi tayyirin tirildirmaydigan vaqt Savayjon xodi bir kunda nim qilib manda qilmadi dedi. Endi men Savayjon xo o'tda o'z vaqtida Avliya Azam Sunukun 7-49 kun tavlanib bir tal tukumi ko'ymagan. Aks qo'yinjingiz tavlanib chiqqan. Demek farq cho'ng. Endi bu nojaning qarsak ajdar jamiyati ajoyib kuchlik nojamanligi shundoq kuchlik turibmi? Erishdikilar bularni dengiz ostiga band qilib atalgan. Biroq Avliya Azam Sunukun o'z yolg'iz chiqib 500 yil burun Erish ordusini malman qilayotgan. Endi bu keyin tag'ning ostida 500 yil yotgandan keyinmi, yana bu yerga Tangsongni 108 ming chaqirimlik safarda Tangsongni qo'g'dab nurg'un Allah vastilini yo'qitib, urib tashlab, ingilab, sunguni chaylab, Nun Makr safarini tamamlagan. Endi bu vaqtda Baliban sho'jida qarsaqmi noja erishtirgan e'tiborni bu bosh sarkarda Turshavul sarkarda bo'lib, har qitimliq jangva yoki Sunukun yo'qtimiz yoki boshqa alvastat noja birinchi bo'lib Yorun Sultan noja navbatidir. Uni kendiliq Qingyujin bilan bo'lgan jangga qarsaqmi Sunukun eliq Otilaydan yordam so'rab qolgan vaqtimizda sir karamat joduga boy bu yerga noja tankilanmagan yerda men nima ish qila olayman deb qisdi. Demak nojaning Erish ordusiga o'rni yuqori. Biroq bu yerga noja Sunukun erishni malman qilgan vaqtimizda Sunukundan 30 martam tutishqimi aran berdashlik o'raldi. Bütün dünyadaki televiziya teatrları, memleketimizde emas, bütün dünyadaki televiziya teatrları içinde ko'rilish rekordi en ko'p rekord yaratqani şu G'arb sayohat Baliban Shiyoji. Şu Sunukun davlatimizning tunji rangli karton filmi dal şu Erish ordusini malman qilish Sunukunning obrazi. Davlatimizdagi tunji 3A darajalik uyun Xeyxinhua Wukong qar efsona Sunukun chiqdi. Shunami qanchalik g'ulg'ul qo'zg'adi shu vaqtda. Jungodagi tunji cho'ng karton haliqi Goji Goman degan mandaq karton film Tashin Go'ylay Avliya Azamning qaytib kelishi. Demak mana qaranglar. Avliya Azamning obrazi hamma tarafda birinchi o'rin turdi. Shuning uchun mayli Balinxo, Julinxo, Linlinxo'cha hammamizning qalbidagi tunji birinchi darajadan tashqari palvon naq Avliya Azam Sunukun deyishmi? Endi tamam bugungi kunda Marvel qahramonlari Marvel'ning DC'ning darajadan tashqari qahramonlari Shaparang palvon, Leyson, Mego Dujang, Gantesha, O'mchik palvon deganlar chiqqandan keyin boshqalarga ancha-muncha qiziqqan bilan biroq xil vaqtgacha hatto ba'zilarning nazarida ta hozirgacha Sunukun ko'nglimizga bir darajadan tashqari qahramon. Shuning uchun tamam bugungi kunlarga kelgan vaqtimizda bu yerda Sunukun o'ldi, o'rniga oltiqliq makaka maymuni deganti hammamizning ko'ngli yerim bo'ldi. Hammamiz qiziqdik bu temaga. Shunami? Nurg'ullar necha qitimlab anglab bo'ldi jiboda yoki men so'zligimni. Chunki bu hammamizning ko'ngliga bu darajadan tashqari qahramonni biz Nomakli safarini tamom desak, tuyuqsizlar o'tirdan ushu taz chiqqandek buni o'ldi deganda shuning uchun qiziqdik, ochig'imiz keldi, ko'nglimiz yerim bo'ldi. Shuning uchun bu temani tek anglab baxmagan do'stlar bo'p qolsanglar, Qadi kitap darsxonasiga kirsanglar, Rossiyaga maymun shavaqasining eng cho'ng 3 cho'ng tahlilni yig'ib bırakla. Bir yarım saatda ortiq mazmun qilib yo'llab qo'ydim. Bastimni azalda tashlab qo'ydim, buni anglab bo'lgandim, bo'g'ashqa. Qayta anglab baqa yoki men anglabdimi deganlar, topamaganlar. Qadi kitapda piyincha sanglar unidarim chiqdi. Men qochilib olgandan keyin men ko'makchim sanglar shu darsxona ularni sizlarga avatib bersam bo'ladi. Rahmat.